To'g'risini aytsam, svirtkani oldim, lekin u umuman nimaga kerakligini bilmayman-ku. Bu axir krem emas-ku. Svirtka konsentrat, krem ozuqa bo'lsa, svirtka dori u muammoga chuqur va aniq ta'sir qiladi. Unda krem bilan farqi nimada? Krem ko'proq himoya va namlik beradi, svirtka davolaydi. Sening Whitening Clinical svirtkangda alfa-arbutin, niacinamid va pantenol bor. Ular pigmentatsiyaga qarshi eng muhim moddalar. Demak, agar svirtkani surmasam, krem yordam bermaydimi? Yordam beradi, lekin yuzaki pigment terining bazal qatlamida joylashgan, ana o'sha yerga svirtka yetib boradi. U terida melanin ishlab chiqarishni to'xtatadi, oqartiradi va yallig'lanishni kamaytiradi. Unda bulardan qanday foydalanish kerak? Tozalangan quruq teriga tonerdan keyin 2-3 tomchi ertalab va kechqurun singdirib oling. Keyin fluid yoki krem surtish mumkin. Tushunarli bo'ldi. Shunda bu dog'larga qarshi zahar ekanda. To'g'ri foydalanishni boshla. 14 kundan so'ng oynaga qara, teringga o'zing hayron qolasan.